Etdim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomatli vrach, urolog, xirurg, urolog, androlog va vrach ultrasoniy diagnostika Erkinjon Yo'ldosh. Hurmatli obunachilar, biz hozir mana 3 ta etapli operatsiya qildik. Bu operatsiyani ko'plab so'rash shunday qilsa bo'ladimi? Ya'ni bu bemorda tez bo'shanishlik bor, jinsiy holati mayda va bunga qo'shib parus mashonka, ya'ni o'sha jinsiy holatni tuxumni ko'jasi kelib jinsiy holatga yopishib qolgan va mana shu operatsiyani biz bu bemorda qildik. Bu bemorda demak mana shu operatsiyani bir etapda qilsa bo'ladi. Buni yoki uxlatib umumiy narkoz, spinalniy narkoz bilan yoki bo'lmasa o'sha yerga ukol qilsa bo'ladi. Umuman tez bo'shanishlik bu katta problema. Tez bo'shanishlik bu globalniy problema. Butun dunyoda murojaat tez bo'shanishlik bo'yicha murojaat qilganlar soni 30%, murojaat qilmaganlar deydi 40-50% bo'lishligi mumkin va bu eng ko'p uchraydigan kasallik. Mana shu kasallikda biz jinsiy holatga o'sha sperma jinsiy aloqadan oldin 15 daqiqa oldin o'sha lidakang surtganda agar vaqt uzoq bo'lsa bu operatsiyalar yordam beradi va operatsiyani biz Toshkentda va Moskva shahrida qilamiz. Yaqinda balkim Tojikistonga ham o'tishimiz mumkin, Xo'jand, Dushanbe shaharlarida. Hurmatli obunachilar, bizga obuna bo'ling. Mana operatsiyalarni ko'ryapsizlar, biz qilyapmiz. Ya'ni bu narsaga qo'limiz ketib qo'ygan. Bu haqda juda katta o'zimiz tajribamiz bor. O'zimizning patentlarimiz bor, ya'ni yangi ochgan o'zimiz metodikalarimiz va shu metodikalarimizni ishlatib bemorlarga qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz. Agar sizda jinsiy holat mayda bo'lsa, tez bo'shanishlik bo'lsa, mana bunday holat bo'lsa, qabulga kelsangiz, qabulda hammasini aniqlaymizda va sizga shu operatsiya haqiqatdan ham asos ko'rsatma bo'lsa, biz bu operatsiyani qilishimiz mumkin va bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan esa Kamina Kantarin, diplomatli vrach, urolog, androlog, xirurg, urolog, vrach, ultrasoniy diagnostika Erkinjon Yo'ldosh edi. Bizning videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, qolgan do'stlar bilan do'stlashib qo'ying va kommentariyallaringizda plus minus yoki bo'lsa birorta o'z fikringizni mana shu haqda qoldirishingiz mumkin. Salomat bo'ling.